kirganda bittada любой bitta odam diqqatini tortadigan bo'lganda yaxshilab joylashib hozirdan bitta like bosib qo'yinglar, ketqizgan vaqtinglar achinmaysizlar. Yunusobod rayonidan to'ru 2 so'tiga mana shunaqa hashamatli qoshovni topib qo'yganman. Bitta like bosib qo'yinglar, kelinglar sizlar bilan birinchi bo'lib har doimdek kirushdan boshlaymiz. Marhamat, kirush eshigi bu yoqda mashina uchun parkovka rasmi. Bu yoqda qaranglar, bitta mashina bu yoqda tursa, tashqarida yana bitta mashina uchun joylar yetarlicha mavjud. Bu yoqda qo'l uchun ajratilgan sanuzel va bu yoq naves tepasida, ya'ni ofis qilingan, ofisga отдельно bu yoqdan chiqiladi. Ofisni ham ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli, akkuratlik qilingan. Menga eng ko'p yoqqani mana ikki qismga bo'lingan landshaftniy zona, ayniqsa mana zelyoniy podsetniklar bilan juda ham chiroyli turibdi. Mana fontanni qaranglar, juda ham chiroyli fontan. Shaxsan menga juda yoqdi. Va bu yoqda qaranglar, besetka qilib qo'yishgan, oila davrasida o'tirish uchun bundan zo'r joy bo'lmasa kerak. Mazza qilib qaranglar, sharoitlarni qilib qo'yishgan. Mana bu yerda Amazonkani ko'rinishini beradigan qaranglar, dekoratsiyani yoritib tashashibdi. Ana endi sizlarni ko'p kuttirmagan holda uyimizning ichini ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Bu esa bizning uyimizning, ya'ni kirish hol qismi. Mana buni qaranglar, kirishimiz bilan mana shunaqa keng hol. Bilasizlar, bizning o'zbeklarga mana shunaqa keng joylar yoqadi. Ayniqsa kirishimiz bilan mana shunaqa katta hol sizlarni kutib olsa, bundan zo'r joy bo'lmasa kerak. Oila davrasida, do'stlar davrasida o'tirish uchun zo'r sharoitlar qilib qo'yilgan. Qaranglar, mana bu yerda mana kaminlar ham qilib qo'yilgan gap yo'q. Mana haqiqiy toshli qilingan, pulli, mehrni prosta berishgan. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, bizning uyimizning zal qismi. Zalimizni ham kattaligi bitta o'zingizlar e'tibor berib qo'yasizlar. Bu yoqda stuldan tashqari mana shunaqa mягкий divanni, mягкий zona ham qilib qo'yishgan. Shaxsan menga juda yoqdi. Bu yerda ishlatilgan mebellar hammasi Yevropada pod zakaz kelgan. O'shani ham ta'kidlab o'tib ketaman. Xo'p, kelinglar, birinchi bo'lib mana shu yerda yotoqxona. O'zida mana shunaqa joylari, sanuzeli. Xo'p, bu yoqda yotoqxonamizdan ko'rasizlar, shkaflari, sanuzel o'zining ichida, televizorlari bilan juda chiroyli, remontiga prosta bitta like bosib niyat qilib qo'ying. Inshaalloh ota-onamiz bilan mana shunaqa fayzli xonadonlarda yashashlik nasib ro'za aylasa. Ana endi ko'proq ayollarimiz vaqtini o'tkazadigan oshxonaga olib o'taman. Ayollarimiz agar oshxona yo'qsa, bitta like qizartirib qo'yasizlar. Mana buni qaranglar, oshxonani. Shaxsan menga juda yoqdi. Kattaligini qaranglar, kattaligini qaranglar. Mana mashitdan boshlanyapti oshxonamiz. Mana bu yoqda tugayapti. G-obrazniy oshxona. Kattaligini qaranglar. Bu yoqda ayollarimizni tayinlash uchun texnikani hammasi mujassam qilib qo'yilgan. Bu yoqda oila davrasida o'tirish uchun mana shunaqa stol stullar qilib qo'yilgan. Ana endi tayyormiz. Ayollarimiz yoqdimi? Niyat qilib bitta like bosib, kimga mana shunaqa oshxonani ravo ko'rsangiz tezda jo'natib qo'ying.